Bugun ko'pchilikka tarixdagi eng muvaffaqiyatli bo'lgan banka bo'lash delosining biri bo'lgan Argentinaning asr darajalik bulanchilik delosini so'zlab beramiz. Bu bulanchilik delosining boshdan oxirigacha bo'lgan plani intayin mukammal bo'lib, oxirida bulangan banka ziyni 20 million dollarga yetgan. 20 million dollar qanchalik? Taxminan 100 million xalq puli. Bu deloga qatnashuvchilar hozir yana erkin qonunning sirtida yuriyotidi desimi bo'ladi. Bosh planlovchisi hatto mablag' solib bir kino ishlab maxsus bu deloning jarayonini bayon qilgan. Bunda qadrini eshib ketadigan ishni ular qanday qila olgan? Bu deloning bosh planlovchisi Aravio u nurg'un yuqori aqliy iqtidorli jinoyatchilarga o'xshash jinoyatga intayin erishman. Mukammal jinoyat o'tkazishni butun vujudi bilan o'ylab yurgan. Dastlabda jinoyat temisidagi bir qism kino, televiziya, teatrlarni ko'rgan. Keyin haqiqiy yuz bergan delolarni tadqiq qilishga boshlagan. Hamda bu delolardan ortiqchilik va kamchiliklarni yakunlagan. Oxiri 2002 yilning oxirida bir shoyka to'playdi. Bu shoykada jami 7 odam bo'lib, asosiy planlovchisi Arayo ekan. Sebastian mashinsozlik texnika bilimlari bilan ta'minlaydi. U mashinsozlik bilimlarini yaxshi tushunib qolmay, ilgari yana bir bankada ishlaganlik xizmat tajribasi bor. Yana biri donliq o'g'ri Slans. U kasb ichidagi nihoyatda donliq o'g'ri. Nurg'un o'g'irlik delolari qatnashgan. Ayni chog'da uning puli ko'p edi. Biroq u Arayoning planiga intayin qiziqib, bu ishni cho'qim putiralaydigandek his qilib, Arayoga 100 ming dollar yordam qilgan. Ular bulanchilik qilish uchun shuncha ko'p pul xarjlamdi. Albatta, buni men orqada sizlarga aytib beraman. Bu uchida boshqa yana ikkisi bor. Jinoiy shaxsning ikki a'zosi maxfiy ismi doktor bilan turli bo'lib, ular ilgari boshqa bir banka bo'lash delosida qatnashgan. Qolgan ikkisi shofer Julian va Louis bo'lib, har qaysining ortiqchiligi bor. Ish taqsimoti aniq. 2006 yil 1-oyning 13-kuni Arayoning plani bo'yicha harakat boshlangan. Bo'lmoqchi bo'lgan banka Argentinaning poytaxti bilan bo'lgan orliqi 20 kilometr keladigan Rio de Janeiro banka tarmoq bankasi edi. Harakat boshlanishdan burun ular qo'liga shelim surkashdi. Buni qilganda barmoq izi qolmaydi. Banka bo'lash tajribasiga boy doktor va turli bankaning oldishidan qo'ralib kirib, hamma odamga o'zining bulanchilik qilganligini jakarlagan. Naq maydondagi baliq ishlarni tezroq kontrol qilgan ekan, bosh planlovchi Arayo mashinani haydab bankaning oldiga kelib, to'xtatib, ondan bankaga kirdi. Orqadan soqchilar 200 soqchini ishga solib, nihoyat tezda bu bankaning har qaysi chiqish eg'izlarini qo'rishib oldi. Albatta, bu ishmi bulanchilarning o'yligandek bo'ldi. Bankada ishlab xizmat tajribasi bor Sebastian Arayoga burulla o'qitirgan. Bank ichidagi soqchiga ma'lum qilish qurilmasi Puke xodimlarining ustali yuzining ostida bo'lib, nihoyat osonla soqchiga ma'lum qilinadi. Soqchilar ularni mushuna qo'rishib olgan tursa, ular pulni olgan taqdirda qochilmasmi? Ishqilib bu chaqda bulanchilar qilcha uduqmidi. Soqchilar bulanchilar bilan suhbatlashmoqchi bo'lib edi, Arayoning ifodasi intayin yaxshi bo'ldi. Hamda Selanisni maxsus ikki tarafning suhbatiga mas'ul bo'lishga o'rinlashtirdi. Selanis suhbat samimiyatini bildirish uchun hatto orqa-orqadan 4 tutqunni qo'yib bergan. Uning nishoni soqchilar bilan suhbatlashmi yoki banka bo'lishmi deb qolgan bo'lishingiz mumkin. Amaliyotda yuqorida bayon qilingan baliq suhbatlar qaymoqtirish bo'lib, Arayo shaykillarining haqiqiy maqsadi hargizmi bankaning birinchi qavatidagi bir qism naqd pul bo'lmasdan, balki bankaning yarasida uyga joylashgan bexatarlik sanduqidan iborat. Oldi bilan bu banka boylar rayoniga joylashgan. Argentinada 2001-yili pul muomala krizisi portlagan. Shunga ayni vaqtda nurg'un yerlik xalqlar banka bo'lgan ishonchini yo'qotdi. Pul bankaga omonat qo'yishni ancha xalab ketmagan, lekin banka yana qimmatli buyumlarni saqlaydigan eng yaxshi joy edi. Shuning bilan ular nurg'un oltin kumush, uncha marvaatlarni bankaga omonat qo'ygan. Shunga Arayoning nishoni oltin kumush, uncha marvaat qo'yilgan bexatarlik sanduqidan iborat. 3 bexatarlik sanduqini o'ngishga o'tish uchun Arayo har xil vositalardan foydalanib bir bexatarlik sanduqini ijaraga olgan. Bexatarlik sanduqini ijaraga olish uchun yana har xil vositalar kerakmi? U yerga beribla ijaraga olsa bo'lmamdi deyishingiz mumkin. Agar siz bevosita o'zingizning salohiyati bilan ijara olsangiz xatolanib qoladi. Buni qilganda yipuchi qoladi. Ondan keyin u yana bexatarlik sanduqi ta'minlash savdogari bilan aloqalashib, ondan Silanisni yordam qilgan puli bilan yana bir necha bexatarlik sanduqini mashinsozlik ustisi Sebastianga tashlab beradi. Ondan uningga amal qilib bexatarlik sanduqini ichishni, cho'qim oddiy unumlik bo'lishini talab qiladi. Sebastian nihoyat tezda maxsus mushkitdagi bexatarlik sanduqqa ortilgan qo'l uchkisi yasab chiqadi. Biz bu deloga qaytib kelaylik. Bu chaqda Silanisning soqchilar bilan qilgan suhbati nihoyat ko'ngilli bo'ldi. Silanis vaqtni texnik uzartish uchun soqchilardan pisa qatlamasi zakaz qilishni talab qildi. Sababi ular va tutqun qilganlarning qo'rsiqi ozroq echib ketgan edi. Soqchilarmi bu talabni qondirg'il bo'ludi deb qarab bir necha parcha pisani olib bergan. Mexanik Sebastian o'zi yasagan zarbalik uchkuni qarashtirib, bir-birlab bexatarlik sanduqini ochdi. Bir necha odam qanoat hosil qilgan ekan, ular tutqunlarga tahdid solib, o'z o'rnidan ayrilishga ruxsat qilmadi. Kim gap anglamasa jandan ayrilganligini eskartdi. Keyin plan bo'yicha bankadan ayrildi. Qanday ayrildi degan masalaga kelsak, Arayoning bu bankani tanishidagi sabab birinchidan bu banka boylar rayoniga joylashgan. Ichida nurg'un qimmatli narsalar saqlangan. Ikkinchidan bu bankaning yarasida intayin murakkab yarasida bo'lg'imi chiqarish turbasi bor. Bu turba yo'llari yana kichik bozor atrofidagi Laplata daryosi bilan tutishida. Shuning bilan Arayo shahar paskini suv chiqarish eg'izidan bo'lg'imi chiqarish sistemasiga kirib, kichik bozorning butkul yarasida bo'lg'imi chiqarish turbasini aniqlab chiqdi. Hamda banka yarasida uyiga eng yaqin o'rinni topdi. Orqadan maxfiy holda tunnel qazishni boshlaydi. Harakat boshlangan qadar banka yarasida ambarga kirish bilan faqat bir tom orliqli qoladi. Bulanchilik boshlangandan keyin bankaning ichki ahvoli kontrol qilingan ekan, Sebastian ondan botamni ochgan. Bu tunnel Arayoning o'ziga tayyorlagan qachish yo'li. U bak aqlli. Uning bu nuqtani o'ylab chiqishning asosi bor. Bu delodan biri 1999-yili Argentinada La Mayo bankasining bulash delosi yuz bergan. Bu delodagi soqchilar bilan bulanchilarning tirikish jarayoni bevosita ko'rsatilgan bo'lib, ayni chog'da Arayo televizorda bevosita ko'rsatishni boshdan oyoq ko'rgan. Bu deloda bulanchilik muvaffaqiyatli bo'lmagan. Chunki bulanchilar aslida tutqun qilinuvchini elib qochib ketmoqchi bo'lgan edi. Lekin tutqun qilinuvchini
yo'ldan elib chiqishiga Argentinaning soqchilari uni qilcha ikkilanmasdan etib o'ldirib o'tgan. Araujo dal bu qatimqi Diloning savoqlarini qabul qilgan. Shunga bir maydon bank bo'lash Dilosi eng muhim qichish plani deb qaragan. Uning sheriki erishgan mol-mulkni tonel orqali ular burunla tayyorlab suyuliga to'xtatib qo'ygan yalqachilardan kemik o'tkaydi. Ondan murakkab yarasi bulg'imi chiqarish sistemasini kesib o'tib qochib ketadi. Undaqda soqchilar dastlabda ularni ketib bo'lganligini bayqamaganmi? Soqchilar bankining alohida tinch bo'lib ketganligini ko'rib, tutqunlarning ziyonkashlikka uchrashini ansirab, oxiri majburiy kirishni qaror qildi. Natijada bir necha bulonchilar allaqachon yo'qolib ketganligini, ular bilan yana necha million Amerika dollari naqd va pul qo'yg'ichlarning 145 shaxsiy bexatarlik sandig'idagi qimmatini mo'ljalligiga bo'lmaydigan qimmatli buyum yo'qolganligini bayqagan. Haliqi 19 tutqun bo'lsa omon-eson edi. Eng ajablanarli yeri shuki, soqchilar bank ichida bulonchilarning bulonchilik qilgan ishlatgan qurollarning hammasidan kichik bolalarning o'yinchoq tapanchasi ekanligini bayqagan. Ularning ichidagi bir qancha kishining aslischa bulonchi ularni kontrol qilgan chog'da nihoyat do'stona ekan. Hatto ularning oilasidagilar bilan so'zlashishiga yo'l qo'yib, oilasidagilarning ulardan ansirishning hojati yo'qligini deyishga ruxsat qilgan. Uning ustiga shu kuni bir mo'mayning tug'ilgan kuni o'tkazayotganligini bilgandan keyin bulonchilar yana ular bilan birlikda mo'mayga tug'ilgan kun naqshisi aytib bergan. Bir pay o'q sarf qilmaylar bir bankini bo'laydi degan gap kinolardami bunday surat kelishga jur'at qilolmaydi shundaqmi? Agar hikoya mushada axlashgan bo'lsa, u balkim asl darajalik cho'ng dilo hisoblanmaydi. Keyingi texmi qisqarliq. Dilo yuz berib uzoq o'tmay bulonchi Tolini qizg'isdi, Tolini jinoyatini soqchilarga fosh qilgan. Sababi Toli bu qatimliq bulonchilikni qilib bo'lgandan keyin uni tashlab o'tgan. Soqchilar bir oydan ko'proq vaqtdan keyin Toli Aloy Sebastian Jolanni qo'lga olgan. Lekin mablag' bilan ta'minlangan silani isbot to'liq bo'lmag'achqa qo'yib berilgan. Doktor bilan Lois ta'laylik holda qutulib qolgan. O'g'irlangan mol-mulkning faqat bir qismini qaytarib kelingan bo'lib, Araujo qatorliq kishilar hudud tutilib qolganligini bilgandek, xiliburullar ko'p qism mol-mulkni yo'tkab ketgan. Tutqun qilinuvchilarni yalandirmagan. Dalillangan bo'lonchilik so'misi ko'p bo'lmagan. Hamda butun jarayonda rasqurol ishlatmagan bo'lg'achqa, birisiga og'ir jazo hukm qilinmagan. Buning ichida eng yeniklari hatto 1 yil 7 oylik qamoq jazosiga hukm qilingan. Turmadan chiqqandan keyin ular davomli qullarning turmushini kechirishga boshlagan. Nurg'un kishilar tutilib qolishmi, balkim ularning plani bo'lishi mumkin deb faraz qilishdi. Chunki mushuna qilganlar ular qilgan umrida mo'kib yurib, ism familiyasini yushirib yuradigan kunlarni o'tkazmaydi. Bu son mazmun musharaya qashdi. Agar mazmun zarur jaragan bo'lsa, yulduz belgisini besib qo'ying. Xullas shunchalik oddiy.